Bismillah. Assalomu alaykum Nurullo Uz kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mozorda Davlatdan keldi dargohidamiz. Aziz yurtdoshlar, mashallohda laglarni bosib, o'tinga rahmat deb qo'yasizlar. Men mollar qaranglar. Rosa ham maza qilib qo'jonalari mol qiladigan ishonarli yaxshi mollarni bugungi partiyamizda Dalojon tayyorlabdi. Shulardan narx-navo ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelgancha videorolik davomida beramiz. Kimga narx sifati ma'qul kelsa, 12 ta viloyatda bozoriga taqqoslab, akalar bemalol kelib ustida savdosini qilib olishlari mumkin. Bugun 16-sentyabr sanasi hafta kuniga seshanba. Hurmatli tomoshabinlar, men mollar qaranglar. Voy mashalloh, Velikanadan olaman, ishonarli yaxshisini olaman degan ukalarga optim birinchi qo'l arzon narxlarda bugungi sigirlarimizni aksiya narxlarda chiroyli qilib narxlarni yoritamiz akalar. Ko'ngilli bir joyga qo'yib kelaverasizlar. Sanjarbek, hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Sog'lik yaxshimisiz? Kevoldingizmi charchamay ekan? O'zim. Sizmisiz? Qalay, charchamayapsizlarmi? Xohlasa mollar tayyorladik. Aha. Shunaqa ko'pgina qilib sonini ko'paytirmadik, sifatga chiroyli qilib ishladik. Ozgina bo'libdi-da bu safar. Mollarimiz kecha-kech payt yetib kelgan. Mollar chiqarganimiz yo'q, charchag'i bor. To'ppa-to'g'ri. Charchag'i bor mollar tayyor bo'lmagani uchun, sinaqdan o'tmaganligi uchun chiqarganimiz yo'q. Bemalol ko'ngilda xotirjam qilib laklar bosib kelishaveradi. Mana mollar. Do'lajon. Bundan tashqari ham. Assalomu alaykum. Nurullo kelasiz, qalasizlar? Charchamayapsizmi? Qalasizlar? Kecha kech qoldim, xudo xolasa endi Nurullo, mollar bizda doim bir xil tayyorlanib, dimlanib, bunaqa qilinmaydi. Bor holatda sal yuvib tarab, xudo xolasa mehnatini qilinadi-yu. Lekin unaqa haligi buni dimlab, yelindan dimlab palonli turishdi borsa, mo'jizani o'zi Allohning qudrati bilan buni qarang, Nurullo. Videolarga yarashib qoldimi maylini? Hurmatli tomoshabinlar, Mana qarang. Shved simentalga qo'yilgan, simental tushdi, toza tushdi urug'. Hurmatli ukalar mana. Mana bo'zay, Nurullo bir sutka bo'lgani yo'q. Kecha shomdan keyinroq mol o'zi tug'ilib, bir tortib olgan ham yo'qmi bo'zay? Voy mashalloh, Mana bo'zayni qarang. Joning sog'. Mana molni 20 litr issiq bo'lsa 20 litr, 30 litr issiq bo'lsa 30 litr, 10 litr issiq bo'lsa 10 litr suv o'chadi. Ikkinchi qoringa, yuvoshligiga, to'royimchagiga, oyoq qo'liga xudo xolasa javob mollar. Narx-navosi 12 ta viloyatda videosiga, 12 ta viloyat bozoriga, bu joyga moslab olaversin. Sabab mol ulgurmayotganining sababi narx-navomiz, mollarimiz to'g'ri bo'lishi mumkin. 15-20 millionlik molni uncha molchalarni videoda katta qilib chiqarilmayotgani bo'lishimiz mumkindir ular. Molni zo'rini yesh qo'yamiz biz o'zimiz. To'ppa-to'g'ri. O'sha yoqqa borib ham mol ekanini talab kela olmaymiz. To'ppa-to'g'ri aka. Rizq Allohdan, buni 5 so'm qoladimi, 4 so'm qoladimi? Bu Allohdan. Mana molni ko'rsatgan Hamzor bozorlarga borib keldingmi? Borib keldik. Bu xudo xolasa bozorda bermayapman degan pulni pastida yana kami bor bo'ladi bugun. Xudo xolasa. Laytni bosishadi Nurullo. Bitta ana qilamiz. 2000 ta layt yig'asiz. Mana shu yerdan shu bo'g'ozimizni 5 oylik to'lib 6-oyga o'tgan. Hurmatli tomoshabinlar, Birinchi haligi arzon joydan emas, bepul joydan boshlaymiz hozir. Qiziq joyi. Mana shu molni obunachi rossiyskiy qora olamiz. Uzay qilingan 5 oylik to'lib 6-oyga o'tgan. Narxi balkim 30 milliondir, balkim 27 milliondir. Shu molni bir so'm bilolmasdan shu obunachi zo'riga 2000 ta layt yiqqaningizda o'sha 10 talikdan bittasini o'zingiz tanlaysiz. Olib borib bitta birgalik deb oshini yeb, O'zbekistonni qaytida bo'lsa ham. Xudo xolasa. Oshini yeb, mana shu molni tashab, dastlabkasini ham olmasdan duosini olib kelamiz. Xudo xolasa. Akalar mashallohda kommentariyaga yozib, Bu bir o'tinga to'y boshlab, rahmat. bir ehson boshlab, yaxshi maqsadlarda qilinayotgan xolos. Boshqa hech balo anaqa yo'q. To'ppa-to'g'ri. Bu siz laytingizdan menga birov 100 ming so'm bermaydi. Shu ko'p insonlar ko'rishiga sabab, musofirda ko'rayotgan ukalarimiz qo'llab-quvvatlaylar. Mana shu molni bepulga olib borib beramiz. Shu 2000 ta laytingizni o'ziga. Xudo xolasa. O'zbekistonda yo'ndirlar bu obunachilar laytni bosib Lakni yomg'ir qitashadigan joyi. Xudo xolasa, yomg'ir qilish. Mana molni narxini aytaman, o'z mol arzon ko'p deyishaveradi odamlar. Mana buni qarang, hurmatli tomoshabinlar. Bo'ladi simental. Novvoz Hosil simental. daromadi. Ikkinchi qorin. So'skalarini qarang. Voy mashalloh. Ertaman bir 6 litrcha o'g'iz soqqanmiz. Haligi naqa qilinib, nimlab qo'yilib, boshqa mana soat abidga qarab ishlayotganmiz, hojaga. Molni qarang. O'zi ham bundaroq mol bazon orqalari rosa qaytib joyiga kelgani yo'q. Mana buni qarang, novvochasini qarang, novvochasini. Joylariga qo'yilgan. onasini tutamlarini ham ko'rsatib. Vallahi 55 million kami bor.
55 million so'm kami bor. 55 million so'm kam bor. Sen bozor narxi bo'lib qoladi. 45 million ham emas. Qayta aytadi. 43 million ham emas. O'g'ay. 42 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkilar bepul. Aloqaga chiqib kelishaversin. Aloqaga chiqib kelishaversin. Eng birinchi anaqada davlatga ham shunchaki seshanbaga deganlar 41 million so'm kami bor. Semental bolasi bilan. Bor ekan. 41 million. Narxini aytganim. Voy voy. Qayta aytadi bilan naqd aytingchi aka. Endi davlatdan Nurullo 15 kun sinovi bor, molimizni. Aha. Sinov deganda yedishisi, yuvoshligi, sog'lig'i, to'risi o'skasi, oyoq qo'li butunligi, tana jonligi. Ustlari oxirida. Bu molni olgandan keyin olib borib baylab qo'ysa bo'lmaydi. To'g'ri. Bitta mehr ko'rsatib qaraydi. Juvoni yo'q narsa. Menga qarang, bu maxluqot bir hayvon, tiljag'i yo'q, bayloqda turgan narsa-da bu. To'g'ri. E'tiborimizni talab qiladi shu. To'g'ri. Akalar, laykni bosib bitta yaxshi inson uchun bir yaxshi bir zoriqqan inson, balkim iloyim egasiga nasib qilsin. Akalar, laykni 2000 ta qilib o'raylikda, xudo xolasa borki, mashina kimdir yutib olsa, menimcha hamma xursand bo'ladi. Yaqin 50 mingtaga boryapmiz. Nima degan gap 2000 talarga, akalar? Laykni bosib padashkani qilinglar, xudo xolasa. 2000 ta yeshanmaysizmi, shatda solmaysizlarmi? Ya xudo xolasa yutib olamiz mana shu safar. Bunaqasi bo'lmay, 2000 talarga, 10 ming talarga yo'q narsa emas Nurullo. To'g'ri. Imkoniyat xudo xolasa Imkoniyat bor. sizlar tomonga qarab yurilyapti. Sizlar biz tomonga qarab yursalar ham bo'ldi. Xudo xolasa, akalar laykni bosib, otangga rahmat deb padashkani qilib tursalaring, xudo xolasa bir yaxshi inson yutib olsa, xudo xolasa o'sha yaxshilikka sababchi bo'lamiz-ku hech qilmaganda. To'g'rimi akalar? Hech qilmasa o'sha yaxshilikka sababchi bo'lamiz. Shuning uchun layk bosish unaqa pulli emas, megabayt olmaydi akalar. Obuna bo'lib laykni bosinglar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib bugungi videoyingizni oxirigacha ko'ringlarda, o'ta ham bir bo'lgan narsa layk bo'ladi. o'zim uchun so'raganim yo'q sizlardan. To'g'ri. Obunachilar bizni qo'llab-quvvatlayotgan, boshidan beri kuzatib, e'tibor qilib, qo'llab-quvvatlayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hojdadagojonalar uchun talashayotgan Olas viloyatda. Bosinglar. Yutib olamiz. Mana Xorazmlik og'alarim, Oltiariq bag'i, Vodiy, Toshkent, Andijondan men mana shu O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotgan sigirim Andijon viloyatiga bo'ldi shekilli. Aha. Sigirni chunki tushunadigan xalqqa zo'r sigirni ishqibozlari ekanda. To'g'ri. Endi hamma joyda o'ziga yarasha ishqibozi zo'r birovni palondaqa deyishmaydi. Ko'p sotgan holat Andijonga bo'ldi bizda. Andijonga. Keyingi Xorazm aka. Keyingisi Xorazmdan biz akalarimiz bor. Xorazmlik og'alar. Samarqand, xullas 12 ta viloyatga yetkazib beryapmiz. Hammasi xursandurlar. Mana uni qarang. Mana bunaqa. Yangi. Svejiy. O'zida 22 litr sut beryapti molda. O'g'izida-ya. Kishi 6 dona. 6 dona. Bu 6 kuray deganda bir odamlarimiz 6 kuray deganda necha yosh o'ladi deydi. Mana buni qarang, Alloh to'g'ri. Belli qarang, belli. Nurullo. Uyda oxirida turganda ham bo'licha turadi-da. 2 yashar bo'lganda 2 kuray o'ladi. Aha. 3 yashar bo'lganda 4 ta kuray chiqaradi. 3 yashar bo'lganda. Shosha bo'lgan. Bir xil mol 2 kurayda tug'adi, bir xil mol 4 kurayda tug'adi. Bir xil mol kuray buzmay tug'adi. To'g'ri. Ertaroq qochgan bo'lsa, mana mol ertaroq kuray buzmay qochgan ekanda. Aha. 22 litr o'g'iz sut beryapti, bolasi onasi kishi 6 kuray. Ammo 3 tug'ishi. Chiroyli tushgan ekan. 3 tug'ish o'zi. 3 tug'ish. Yoshi 2 tug'ishda yoshida. Kindiklari mana akalar. O'zi ham gibrid moldi. O'zi ham gibrid ekan, to'g'ri. Qorolaga, rossiyskiyga shved gibrid ekan. Mana. Ustini yog'liqligi ancha-ancha semental yetadigan emas Nurullo. Ayni bu mollar. 20 tadan ziyod sut o'zi xudo xolasa egasining birga 3 kunidan ortiq qaymog'i bor. Kim sog'yapti demaydi. To'rov so'skasi, oyoq qo'li hamma yo'g'i butun. Narxi любой joyda 50 million deb aytilmaydi, lekin 40 million emas. Ha endi davlatdan kelgan nomingiz bor, 40 kelishtirasiz. ham emas. 39 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab ketdi. Sizga yarashadi. Masalan, 45 kamida aytadi dedi bu molda. Ashna deyaptimi? Davlatdan keldi. Bekorga davlatdan keldi. 38,5 million gami bor. Sizlar deysiz, narxi ketaveradi deb. Narx pastga qarab ketaveradi. Albatta, akalar, Ana xudo xolasa mollarni ham eng olibta karsonlari Buzaylarni ham e'tibor bilan akalar narxlar ham yo'lida bo'lyapti. Dar ochiqlagan buzaylar emas, buzaylar ham hammasi hali ichib ketdi, nizasi yo'q ichida. Voy maşallah. Mana buni qarang. Go'zal aka. Kuray. Mana привозной ekan bu. O, jonivor qarang. Hurmatli tomoshabinlar. 2 kurak, yosh. Nurullo, molda qiymatda suti bor. Aha. 15 litr sutga xotirjam olsam bittasini mana unga to'liq qo'yib beraveradi. Aha. U odam olib borib 20 ta 25 ta sog'liq xursand bo'laversin bizdan. To'g'ri aka. To'rov so'skasi, yuvoshligi, tani joni sog'ligi, bo'yi 1.40 dan ziyod plus. 1.50, 1.55 talik birovni uyiga borgandan keyin unaqa yeb ham emas. Haqiqat holat hududda.
Hammamiz ochiq yorug'ida bir borganda ham ko'rib oladi, kelganda ham ko'rib oladi. To'g'ri, yurishimiz. Mana doktori bilan kelib molimni hamma joyini tashlatib ko'rib olsin. Molim behijolat. Ya o'zi bola aytib turibdi, Do'lajon. O'yin qilaman. Sizgisini bo'lsa dedi-ku. Qozig'ini chirtadigan odam. Nurullo bu molda 55 million kami bor desak, hamma yo'qqa to'g'ri kelaveradi. To'g'ri. Lekin 50 ham demaymiz, 45 million ham demaymiz. Endi aytyapman-ku, davlat dangal degan so'zni o'zi men qo'ymaganman. To'g'ri gap-da, do'stim. Men qo'ymaganman. Shuning uchun shunga qarab bir portlataylik. Hozir 42 million so'm kami bor. Endi davlatdan keldi, seshamizda Nurullozdan hadi priz bor, 39 million 500 mingga qochmoqxonasini olib kelishgan ekan kecha bitta. Qochadigan bolasi yo'q. Shuni 39 million 500 ming so'm kami bor, vodiy bo'ylab bepul 20 ta suti bilan birinchi qoringa. Voy mashalloh mana. Hurmat tomoshabinlar, bo'larkan tomoshabinlar. Ola maza qilib baraka topinglar. Hoji onalarim duo qilsin, ey, kelinglar mana. Qayerda bor degan joyiga. Bekor. Mana. Turularini qarang, uzunliklarini. Lekin kichkina mol emas, akalar bugun bozorda ham aytalmaydigan narsalar bor-ku, bozorda bexona aytalmaydi. Kami bor bugun Nurullo. Mana. Bozordagi bo'g'ozni ham bermaydi u naqcha. Otangga rahmat Davlatbek deb kommentariyaga yozib, xudo xolasa, ash bitta bo'g'ozni ham yutamiz. Bugun mollar ham zo'r bo'lyapti, narxlar ham zo'r bo'lyapti. Bonus challenge'larimiz ham ketyapti. Bunaqasi qayerda bor do'stlar? Buni sut sezonida 22 ta, 23 ta sut turgan bor. Molni dosi Novos bekor kallalarni ko'rdi, Novos kallalar dedim. Mana. Mana. Voy mashalloh. Ashuna turibdi. Ana qarang, bolani qarang. Jonivor. Bola ham qolibdi. 24 tani qo'ying, 20 taga xotirjam ko'rib olsin. Molni Nurullo, uni hali sutiga rujum qo'ymaydi. Molni to'g'ri 25 ta 27 ta deb turib nima qilgandan ko'ra ikki hafta o'zi qo'ygan belini ko'rsating molni, mol bozaganini ko'raversan molni videoda ham boshqada. Ha. Buni 4 so'm mol deydi-yu. To'xtab turing sanjani. Mana shu 4 so'm molni mana shunga aytiladi. Buni Nurullo toshlar. Nurullo mana bittamangi sutini sovuq orasidan olib chiqib, yoki chiqilgan sog'masa bundaylini bilan chiqaradi bu mola. To'g'ri. 30 litr suti bor deb buni 75 million deyishadi bas. Molga lekin uni javobi bor. Hamma narsani biz bugun 3 kundan keyin bugun ko'rinib, 3 kundan keyin yo'qolib qoladigan mollar bas biz. Abror uzda ham, Nurullo uzda ham, mana Nurullo uz shu bino bo'ptiki, xudo xolasa ko'rinib, mana 50 mingtaga qarab borayotganda 50 mingta bo'lgan kuni Nurullo padarkamiz bor xullas. Ha. Hayvonni insonga u laytsiz ham olib beramiz Nurullo. Inshaalloh, xudo xolasa. Oz qoldi. Ha, oz qoldi. 100 ming to'lganingizda bitta bo'g'ozxonasini deb obunachingizni kuzatib borayotganga bitta olib borib beramiz. Narxini Nurullo buni 55 million so'm desak ham 50 million desak ham ko'taraveradi. Lekin 45 million ham emas, 43 million 500 ming so'mga bor, 44,5 million edi o'zi. Sizga 43 ketdi mana bu. Savdosini qilaverasizlar. Ana uni qarang. Ko'ngilni bir joyga qo'yib kelinglar, xudo xolasa mana shu yerda o'zimiz chiroyli qilib talashib tortishib, uylaringga akalar olib borib mana shu Sanjarbek yigitlar baylab berib keladi. Hoji onalar faqat sizlar duo musofirda kuzatib turgan ukalar, hoji onalar duo qilib tursalaring, biz harakatdamiz, mehnatdamiz akalar. Mehnatga lanki bosib qo'yinglar. Qilishmaydi, shuni uyga borib baylanadi. Voy mashalloh, hurmat tomoshabinlar, mana Nurullo hamma ovozda bo'lsa, mana buni qarang. ularga kechpayt kirib, oxirini oldiga stolcha qo'yib qo'yib tomosha qiladi. Tomosha qiladigan holatlar bo'ladi-ku, Xitoyda molxona tomonga o'tib bo'zaylarni tagiga qo'rachaga qo'yib yuborib. Anaqasi. Do'stlar, hali qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Yevropada vistikaga chiqadigan mollar bor, shular ham shunaqa bo'ladi. Hurmat tomoshabinlar, mana shu qochasini olib tasiydi. Oldi bitta maqara detallar otlarni bitta ko'rsatinglar, oldi baklarini bitta ko'rsatinglar. Kelin deganda yugurib borgan mol. Kelin deganda ham, bola deganda ham, o'zini zot deganda ham borgan. Xudo xolasa baraka topadigan. Aziz do'stlar, bitta mol baraka topadi. Kelma sagon unda boqish degani basta bu. To'g'ri. Buni qishloq xo'jaligida o'zimizga o'xshagan insonlar xohlaganda qilib xolasa dalaga olib chiqib boqsin, xolasa oxirga baylab boqsin. Albatta. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. To'g'ri. Ana qara. Shu 6-kunayni ham endi chiqaryapti Nurullo, so'zkalarni. Voy mashalloh. Argimlar. 23 ta suti bor. 20 tasini sog'ib uni polvonni qo'yib yuboramiz. Voy mashalloh. Mana buni qarang yurishini. Mana buni qarang hurmatli. Maza qiladigan bugun video bo'ladi aziz do'stlar. Like bosib turamiz. Saralangan mollar. Mana qarang, mana qarang, mana qarang.
Mazasi qayerda bor degan joyiga kelaverasizlar. Ey, lakatsa tashlayveramiz. Nisbi deganda ham 60 millionlik mol o'zi. To'g'ri. Lekin 55 million emas, 50 million ham yo'q. 48 million 500 ming so'm kami bor. Videoda mashincha kutamiz, bizga Nurullo aka nimaga tushirmaydi deganlarga Nurullodan birinchi 47,5 million kami bor. Ketdi, mana bugun qizigan joyiga keldi. Mana uni qarang, birinchi qorinni qarang. Yoshidan. Hurmat aka kelar. Bolasi nima buni, Davlatjon? Xudoning o'zi. Bolasi xonajin ekan, lekin kelajakda zo'r mol qilaman deganlarga tushadigan ekan. Nurullo eng qiziqarli joyi 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik bo'g'oz. Uzuy qilingan. Mana Bunga ham mana 10 kundan 30 shekilli. Shu uzuy qildirib qo'yganimizga. Aha. Molda 18 litr, 17 litr suti bor. Aha. Lekin 12 litrmi, 15 litrni sog'ib turib, ash bozayini qo'yib yuboradi. Mana bozayni qarang. 3 oylik bozayni qarang, bismillah. Bo'za ham olib deydi. Ha, 8 oylik bozaydagilar, mana uni qarang, bozayda mol qilib olaman degan. Rossiyskiy zo'ri. 2 oylik uzuy qildirib peshtirib olaversin. Birinchi qoringa 4 kilo yonadi. Nechta sut berib turibdi aka? 18 ta 17 ta sut turibdi. Kechqurun 1,5 da gezam, o'shani gapirib haligi navlar bilan ham kulishdik. Mollar bo'g'ozda mollar tug'dirib o'tirdi, mana bo'lsa emi bo'lib, yonida aynasini olib yotgan ekan. Shu kechasi bir 2 dan keyingi yeliniga kirgan suti ham ancha mol dimlanganidan katta o'zi. Nurlar birinchi qo'shqonajinda. Beradigani beraveradi ashna. 15 litr hisob qilavering, buni 20 ta 18 tani qo'ying. Olib borib 20 ta sog'ib tursam bo'ladi. Birinchi qorin Rossiya. Baraka topsa iloyim. 3 boshlaydi, Nurlar. Xudo xolasa mana xonajin bahorga chiqib qochma xonajin bo'lib qoladi, o'zi yozga chiqib To'g'ri. mana mol tug'ib beradi. Shunday tez ko'payadi. Narxi 50 sigam 55 sigam yutaradi, lekin 42 million so'm kami bor. Enasini spil bozayini spil 28 million ham 29 million ham bozayini enasini sotaveramiz. Bo'g'oz holatda. Bo'g'oz holatda. Hamma yo'g'ini hisob qilaversin. Albatta, hamma narsa hisob kitobi bor akalar, lekin bunaqa narxda mashq holatdagini yozib ketinglar, xolis kommentariyaga. Endi akalar mol akanda olib kelinavermaganda shu tomoningizga yana 1 million kami bor, 41 million kami bor. 41 million so'm kami. Savdosini qilamiz. Ana uni qarang. Buni o'z bozayini ko'rasiz. Buni oqshoq deydi buni. Sutkalarni bitta ko'rsatinglar, oqshoq bor. Maşallah, mana buni. Ana uni qarang. O'zi qora shahzoda. Hadi yurtdoshlar. Shahzodasi endi kelyapti buni. Mana bitta ko'rsating shahzodasini buni. Do'stlar, olib maza qiladigan joy. Mana bu. Mana. V1 ko'p. Bekka Do'latjon, misol uchun savdolarda ham o'zim bo'laman-ku. Akalar videoda to'g'ri, misol uchun kimdir nimadir nima qilish mumkin. Lekin kelgandan keyin odamlar borki, juda ko'p edi. Nurullo tanlash boring, Nurullo qaysini olay? Nurullo chunki Bekka haqiqatan ham videoda qanaqa ko'rinadi bilmayman. Akalar kelinglar, gap so'z borku, isboti bilan bo'ladi. Haqiqatan ham akalar. Bir narsani tushunish kerakki, Nurullo kelib qanaqa sement olaman dedimi, angus olaman dedimi, cho'rni biyostir olaman dedimi, nemis olaman, hamma turda mol bor. Xudo xolasa. Ha. Shvet zo'rini olaman dedimi, germanskisini olaman dedimi? Barcha tuz. Molxonamiz bor, o'zingiz bilgan molxona ham misol uchun. Xudo xolasa o'tdan ham endi videolar boshlaymiz hademay. Sanjarbek bo'shamayapti-da. Dichash to'y arabasi bo'lib, ustalar bor, alinaqa bo'lyapti. Xudo xolasa qilamiz uni ham. Ikkinchi qoringa 4 kira. Ikkinchi qoringa 4 kira. Yosh omonidan, hurmat tomoshabinlar. Nurlo 15 ta suti bor. 12 litrni sog'ib, mana shu novvoschasiz polvon emas. Emas. Narxini bozorda bugun tomonlarga chiqarganingizda 38,5 million, 39 million kam bor turgan. Bermaykaning 38,5 millionga. 43 million. Menda bitta holat qilaman bugundan, shu molimga bir o'xshash joyi bor, balki uni ortiqdir, balki bu ortiq. 34 million 500 ming so'm kami bor. 34 million 500 ming so'm. Ashbuqasi bilan yana o'la ikkinchi qoringa 12 litr sutini ko'rib olarsiz, 15 ta suti bor o'zi. Ko'rib olarsiz, 34 million 500 ming so'm kami bor. Kamini qilishimiz. Bu molni ko'rsating, bu sizga bu hayronda qoladigan. Endi akalar bugun juda ko'pchilik Andijon Xoldonbek bozoriga bordi akalar. Misol uchun bitta molni 200 ming so'm kam 70 millionga sotildi. Buni ham hozir nimasini beraman, prosta men sizlarga so'zimni, gapimni, isbotini mana shu yerda aytib o'tib ketmoqchiman. Hurmatli tomoshabinlar, 200 ming so'm kam 70 millionga dehqon oldi. Xolis yozib ketinglar. Agar shu o'sha mol mashinchalik bo'lsa, xolis yozib ketinglar. Mashinchalik holi yo'q edi. Endi buni hali bergan narxini men bilmayman. Do'latjondan o'sha hali navbat kelganda so'rab o'tamiz. Prosta o'sha esimga tushib ketdi. 70 million Do'latjon sotildi. 200 ming so'm kam 70 millionga sotildi Do'latjon. Rizq nasib, kimga nima nasib qilgan bo'lsa, bu molim Nurullo kecha obeddan keyin yetib kelgan bo'lsa, mana shu molim misol uchun. Olinganiga bir
3 hafta bo'lgan. Aha. Saharga 5 soatmi 6 soat o'tib tug'di, novoz tug'di. Voy maşallah. 1,5 bakir o'g'iz sog'di. Aha. 1,5 bakir sutigacha turib tushdi. Aha. Ikkinchi qoringa tug'di. Mana molim. Mana uni tug'adi. 13 karada tug'di nurullo. Bularning narx-navosi hali hisob kitobi aqabaqasi bo'lgan yo'q, ko'p kelgan bularni. Bularni kelajak puli nima? Pulni og'izdan chiqqan pulga sotaman. Unaqa 100 million, 80 million unaqa yo'q, bizda unaqa narsa yo'q. Yo'q-a? Bizda любой 100 millionga olgan molim 1 million foydasi sotaman men. To'ppa-to'g'ri. Oldiga malak sotaman nurlar. Buni qisqa joyi. Endi ko'p joyi, optim joyi deganimizni mana shu yerda demoqchiman-da, Davlatjon. O'sha oldiga malasi nurlar buni aytdapan savdogar mana o'tgan hafta o'zimiz shu Andijon Asakadan savdogarlarimiz bozorga borib sotamiz deb olgani kelishib olib ketishdi. Olib ketishdi. Bunisi nima deymiz? Nasib. Buni kimligini qaysi falonchi dishli unoto'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Hammani tirichligi bor. Rizqi. Mana molda 13 litr suti bor. 13 litr suti bor. O'zimiz eski klassik qorovlamonlar bo'lardi nurlar. Shularni bolalari. Eski o'zimizni ferma deb Mana qo'yamiz. bolasi urug'dan tushgan. O'zi yana bir oydan o'tib o'zimiz sementali urug' novosimizga qo'yib qo'ydik. Bu kichpurushlar shunaqaga 40 ichida ilashtiradi. Mahallani mol egasigacha taniysiz. Likka ilashtiradi. Mazamon. To'ppa-to'g'ri. Nurlar. Buni 45 million desang ham, 40 million desang ham sotiladi, sotilmaydigan mol yo'q. Lekin bu maqsad molni bugungi kunda chiqardik, bugungi kunda tasbihga qoldirmay tugatish maqsad. Lekin xo'raligiga sementalab yetalmasa Yo'q, kerak. yo'q, Aha. Bu tomonda kelganda 8,5 litr, 8 litr suti bor edi. Aha. 22-25 ga turganimizda 13 litrga chiqdi. Qoyil qolish kerak o'zi. Albatta. Boquvga bog'liq degan narsada men 10 litrga yuraverib, nurlar. Albatta. Bu 10 litr sutdan paqirga tushganda og'zimizda 30 litr do'ramiz, u paqirga tushganda bu juda katta sut o'landirlar. Men endi shuning ichida katta bo'ldim. To'g'ri gapingiz. Mana shu molni men atrofga 35 million zaman ko'taraveradi, 40 million zaman, lekin unaqa narxlar yo'q. 29 million 500 ming so'm gami bor. Savdosini Savdosini biladi, ro'zg'orga maza qilib 10 yil sigir qiladigan odamni hammasini qoniqtiraveradi. Voy Xudo xohlasa. maşallah. Laktibos hojijon ham kelsa chiroyli qilib Ikkita o'zim talashib tartishib. ikkitalik qo'rqoq shahardan olgan kelini ikki tomonidan o'tirib mayna qilib solsa ham hayoliga keltirmaydi. Qilt etmaydi. Hurmatli. Keyin bolasini ovoz sigir olaman, bolasini ovoz sigir 35 million tepasida ekan, 30 million tepasida ekan degan ukallarimizga biz hammasini hisobga olamizda. Nurlar, bu foydasi emas. Endi albatta biz uchun obunachilarimiz har bittasini o'z mol o'rnida olishi, bor. mol olishi va obunachilarimizni bizga qilayotgan fikri, bizga qilayotgan e'tibori shu qiziq xolos Nurlar. Mana bu molni Otabek, ichkarida ham olib haydab chiqing. Keling bagi. Mana bu molni Nurlar 10 ta 12 ta suti bor. Aha. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Bolasi buqachasini o'zi bilan kelmaydigan buqachasi. So'skalari hamma yo'q. Tushib turibdi, ichqoq raqam emas. Shu tomoni hisobga Nurlar, olasiz. qani Ketaveradi. Xorazmgacha ham o'ylanmay boraveradigan. narxini qo'yib beraman. Aha. Xalqimiz qoyil qoladi. Xudo xolasa. Ena bolaga 23 million 500 ming so'm gami bor. Yo'q. Aha, Nimaga birinchi chiqarmadingizmi? Yo, buni uzoqqacha oxirigacha videoni sabr qilib, momolni qizib kutgan ukalarimizga asli 28 millionlik bor. 23 million 500 ming gami bor. Behazil. Bolasini ovozi bilan. Ya Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi qoringa 6 dona yuragi bor. Mana shu joyiga laytib olsa otangga rahmat deb qo'yasiz. Bolasini ovozi. 5 kun sinovda 23,5 dan keyin savdosi ham bor. Savdosi ham bor. Bo'lishi bas buni. Bojonlar ham kelib savdo qilsin. Mana hurmatli tomoshabinlar. Bunaqa bo'ladi dangallik. Voy maşallah. Baribir narxini aytolmaganimizda ham moli bor odam obunachilarga maqtangiz kelar ekanmi, ko'rsatish kelar ekanda buni qarang. Albatta, yo'q, maqtanishda emas, taklifda endi. Bir yaxshi odam olib baraka topsa, sizdan duo qilsa. O'g'izini o'zi 30 tadan ziyod, hozir ham. Bugun 3-kun. Aha. Tayinlaganimiz yo'q, bizga maqsad bo'ynining ichga tozasini so'ragan ukalarimizga. Mana eti yupqa. Bolasini ovoz olib chiqish bilan ko'rsatsa, mana buni qarang, Nurlar, buni ham bolasi buqa. Voy maşallah. Ma'mizini qarang. Ertaman tuqqani. Ma'mizini qaranglar. Ash orqasida turing. Ash orqasida. Mana bozayni qurgan, olib keling, videoyingizni olib keling, qurgan bu yo'q bozay. Ma'mizini qarang, shvet qarang. Voy maşallah. Novosmi bu? Novosha. Bayram. Mana uni qarang, tuqqani ketyapti mana. To'xtasizlar. Bittasi tuxib chiqsa, ikkinchisi tuqqan qarab kirib ketyapti. Voy maşallah. Shelilari ham bor, Nurlar ichkarida. Bunaqa bibir, bunaqa imkoniyat xalqim uchun davlatdan keldi borda. Laykni bo'lsa, "Ya otangga rahmat o'g'il bola" deb kelaverasizlar. Nurullo, otangga rahmat deb laytni bosishga yo'lga chiqib keldinglarsa. Aha. Bizni kelib Xudo xolasa bitta bir hali o'ylanib qolgan odam bo'lmasa, uni bag'ida otangga qoyil bor, so'ragan puliga beraman. To'ppa-to'g'ri. Bu juda ko'p guvohi bo'lganmiz, Olajon.
O mollar tankaligini qarang, yurishini qarang. Bir 100 damda zagonga qo'yib yuborib qo'yib, stolcha qo'yib tomosha qilib, Pepsi ichadigan joyga keladi. Davlatjon, aytdimki, men sizga davlatdan keldim, men qo'ymagan mana xalqimiz o'zi Yo'q, qo'ygan. men sizga aytaman, bu Germaniyaniki bas. Aha. Haligi ko'tarib turish shart emas o'zi. Mana qarang. Voy mashallah. Mana qarang. Odiyganlar degan ashula Nurullo. Mana. Zo'r, qoyilaman, davlatjon. Mana kirkidagi yuvoshligini qarang, qo'yib yuborli jonivor saqishlar bilan turishini qarang, mollar. O'shani qarang. aziz yurtdoshlar. Laykni bosasiz. Laykni bosadigan joylari. Mana qarang, voy mashallah, hurmatli tomoshabinlar. Go'zallik ishqibozlariga mol olib baraka topaman degan xojonalarimga. Keyin hadib shu yerda ko'rsataverman, qolonlarni ham bo'g'ozlardan mo'min deydi Nurullo. Aha. Mana bu otadan yetana o'zim chiqaman. Ba'misini qarang, hurmat. Ohu bekor. Haqiqiy ot bekor ekan, mana buni qarang. Nurullo o'zimiz qochirganmiz. Aha. O'zimizda yil ortib turgan mol, yil ortib. Voy mashallah, mana buni. Ana shu bolani ikkinchi qoringa tug'adi. O'tasenki. Tuqqandan keyin ham xudo xolasa 30 ta ustiga qolagandaqa ko'rib oladigan mol bo'ladi. Aha. Mana molni bitta ko'rsating, Nurullo uni pullari qiziq emas buni. Mana buni qarang. 5 pullikligi. 8 oyga to'ldi Nurullo. Voy mashallah, mana buni qaranglar. Ikkinchi qoringa tug'adi. Ikkinchi qoringa. Ha. 8 oyga to'ldi. Narx-navosiga qiziq emas. So'ragan puli beraman buni bo'g'ozlarni. O'zimning dehqonchilik bo'g'ozlarim bu. Aha. Mol yetkazalmay bag'i tayyorlaman, yana jon chiqib qo'yib yuborganman. Luboy joyda mash pul beradi, o'shandan 5 million kamiga beraman. Kamiga beriladi. Luboy bo'g'ozimi. Keloringlar. Bular turgan mollar, qo'yilgan novosi hamma yo'q aniq. Dangallikka sotamiz. Ha, Dangallikka sotamiz. dangalga so'raganga sotamiz deymiz. Dangalga sotamiz. Chakana savdo. Men sizlar uchun so'rayman. Obunachilar kelaverasizlar, o'zim savdosini qilib talash tortishamiz, hurmatli. Ba'misini qarang. Qatga kelishlarini qarang. O'ta xo'ra mollarda yemoq ichmog'idan, tanijoni sog'ligidan, xudo xolasa bular emlama, priitkalari, kasalliklarga hamma tomonlama xudo xolasa behijolat, ishonarligini bozorda olishga cho'chiyapman degan obunachilarimiz bo'lsa, u yishlarni qaranglar. Ishonarli joyidan, optim birinchi qo'l joyidan olaman degan aka-ukalarga mashina ishlagan mollar basda bitta tuqqan. Aha. Mana ikkinchisini bugun ertaman tug'dim, o ikkinchisiga tug'ishga harakatda. Kuraklarini, tishlarini doktori bilan kelib, ahli yetadigan odami bilan kelib, bemalol tekshirtirib, to'rtinchigini qonigacha tekshirtirib olaversin mollar. Bitta ko'rsating ularga. O 11 xil kasalga emlamasi bo'lgan. O'sha o'zimizdan elinlarni o'sha ko'rsatib, katta mol tagiga borgan huquqimiz degan ukalarga. O kichkina molni qarang. Haqiqatan shu ekanini so'ragan yo'qmi? O'ta yo'q. Qo'yvorliq turgan Endi- joydan so'radi. 80 millionga olasizmi, 27 millionga olasizmi? Lekin bunaqa shovalarini qarang. Mana. Voy voy voy. Ha, yana. Mana. Voy mashallah. Voy mashallah. Xojonalarim bop ekan u. Nurullo hamma molda o'z molini bor-ku. Shvetni zo'riga yetadigan mol yo'q men uchun. To'ppa-to'g'ri. Sementallar misol uchun o'zini o'rnidadir, shepdir. To'g'ri. Galishni bir sohasiga shepdir. Lekin men uchun molvozlik sohasi ham anaqa baquvvat zo'r shunday bo'lsa, sementalga ham qaramayman, boshqaga ham qaramayman. Chunki baraka topdim degan juda ko'pda bu shetdan ham. Moshog'lar. Nurullo Moshog' bilan odamni quvib ketgan yo'q, mana o'zi qo'kisi shog'i zo'r degani qalay o'sha. Uni qarang. Odam o'tirib qo'ysa turaveradigan o'shalar. Qarang tursin jonivor. Zo'r, oshna. Do'stim, iloyim Bu obunachilarga oshna bu asobiy borib qanaqa qilib bo'lmasin bir buni olaman degan ham o'sha yerda o'zida ham mashinacha. to'ppa-to'g'ri. To'g'ri gapda, yozma. Tortishib, yulib olib Uni chiqarganlar. to'g'ri foydalanyapsan-ku. Yo'q, uni qilayotgan mehnatiga xudo xolasa shu obunachilar duosi bilan layta shu anaqa qiladi xolos. Uni foydasi qiziq. O'sha joyi qiziq. Ha, uni puliga ishqoz bas biz. Shunchalik e'tibor beryapsizlar, xojonlarni duo qilib turibdi musofirdagi. Biz qonlardan aka-ukalar. oldimiz ochqanmaydi hech qayerda. Nurullo, lekin buni topib ashunchalik qilib olib kelishlik ancha-munchasiga bas xudo xolasa. Laykni bosib kelishaversinmi? Ha, mana bir aytdi, aka-ukalarim borda, menga mol tayyorlab, Nurda ham zo'rini olib borib, ekranda yana o'zimizga qaytarib ko'rsatadigan deydigan. Shularga ham bir otangga rahmatli aytini bossin. Mehnatga. Ha, mehnatlarga. Do'stlar, laykni bosib kelaverasizlar. Mana on Nurullo qarang, momashmonlarni qayerda aytadi 39 million 500 ming. 45 million aytolmaydi hech qayerda. To'ppa-to'g'ri gap. Bosadigan joyi, haqiqiy bosadigan joyi. Endi davlat dangalni xalqimiz bilgani uchun qo'yganda, shu tomoni bor. Laykni bosib otangga rahmat Qanaqa ko'rinyapti bilmayman, mollarimni tepasiga kelib, doktori bilan tekshirib aytilgan yoshlarini hamma o mollar zagonga qo'yib oldi. Bitta oling Nurullo moni qarang, yurishini qarang. Bir zagon bo'lib, bo'lajak qo'yib o'zi mazza qilsa ham bo'laveradi. Voy masallah, mana bular qarang. Endi uyingizda tursa ham, endi
hozirgi simentallar ham Mana kirib ko'rsating, mana damini bemalol. oladi. Namlariga. Aziz do'stlar. Maza qilib sizlar duo qilsalaring biz harakatdamiz. Laykni bosib, kommentariyaga fikrlaringni qoldiraverasizlar. Otingga rahmat. Malades o'g'il bola deb qo'ylar. Xudo xolasa bir yaxshi bo'g'ozimizni, ya qariyb bir 30 million so'mlik bo'g'ozimizni bir yaxshi obunachimizga borib, bir cho'qim oshini yeb, otingga rahmat deb duosini olib kelamiz, xudo xolasa. Faqat 2000 ta laykka padeshkani qo'yasizlar. Bunaqa pul ketmaydi. Hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Kelaverasizlar, akalar. Molda eng yaxshisi, eng ishonarlisi xudo xolasa davlat dangalli dargohidan bo'ldi bugungi videomiz. Hurmatli aka-ukalar, laykni bosib, telefon nomeri bo'ladi, aloqaga chiqib lokatsiyalarni tashab beriladi. Kelib ustida bemalol savdo qilib, maza qilib mol olinglar. Velikanadan, yirigidan bugun bozorda 3-4 ta aka-ukalar so'radi. Andijonlik bizning obunachilarimiz. Akalar mana Velikanadan bormi yo'qmi deb so'rovdingiz yangi partiya. Bundan tashqari ham serob aka. Ha, ishonarli zo'rlari bor ekan aka. Ko'ngilli joyiga bir joyga qo'yib kelavering, xudo xolasa. Men bilan oladigan bo'lsangiz, o'sha sizni u Adirdek fermangizga ham yarashadi-da. Adirdek fermangizga ham yarashadi-da. Maza qilib mol qilaman deysiz, xudo xolasa. Ko'ngilli bir joyga qo'yib kelib, savdosini qilaverasizlar. Hammalaringga rahmat, chorvalaringga Alloh baraka bersin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'shna. Favquloddalarda men hali 2000 taga ana 1000 ta bo'lsangiz ham 1 million so'm beramiz. O'sha obunachingizga. Obunachimizga. Ha, 1000 ta bo'lsangiz ham. Bu faqat oldinga harakat xolos. Yana bitta omonat narsa, oshna. Hali birsiz 3 ta mol sotdik Andijonlik, men Kazanda birga ishlagan o'rtog'imga. Arzon beraverdingiz. O'sha odam baraka topdi. Davlatjonga yangi partiya keldimi dedi. Yangi partiyani mo'l haftasini bilmadim. Bugun xudo xolasa videosi chiqadi dedim. Xudo xolasa mana xudo sharmanda qilmadi, videosini qildik. Aka, o'shancha aytyapman. Ko'ngilni bir joyga qo'yib kelaverasiz deyapman. Nurullo, kim o'rtada tushganmisiz? O'zbekistonda ishlab bergan. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa yuzingiz yorib. Ya'ni bu hayvon ekan, mol ekan, parvardigor. Bu hayvonlar bunday davragamni qo'yib chiqishlikda o'ziga yarasha mehnati bor chunki akalarimiz otinga rahmatlarini bo'lsin. Mollarni xudo xolasa so'rtavoylari Nurullo. Biz shu yurtimizga shu mollar kelib, xalqimiz baraka topib, keyingi yil olib sotib buni bolalardan bir baraka topganda bizni xalqimizga kengayib ko'payishini biz ham xohlaymiz. Albatta aka. Shuning uchun jitta e'tibor bilan to'g'ri buni besim tursin aqabaqa sochali yelini dimlanib maynaqa etalayotgan mollardan bag'ircha qilayotgan mollarning molidan haqli aytolmayotgandir biz. Lekin har bitta gapirgan molimiz keltirib beradigan joyiga yoshigacha tug'ishigacha xudo xohlasa ko'p joylarni ancha-muncha anaqasidan keltirib beraveraman. Bu hayot anaqasida ko'rib, hayot tajribasida Nurullo. To'ppa-to'g'ri. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz, sizga o'rgatish kerak yo'q. Albatta. Nurullo buni kecha chiqqan 3-4 yillik vaqtdagi rizq Allohdan 3-4 yillik savdogar emasmiz. To'g'ri gap bu sohada. Tug'ilib bizga otamiz qilgan davom ettiryapmiz xolos. So'g'ri ko'rildi. So'ng foyda ziyonni buni rosa ko'rganmiz. Albatta. Hayvonni yaxshisini, zo'rini olib boqqan odam hech ham kam bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Shuni obunachilarga zo'rini tavsiya qiling doim. Kelaverasizlar akalar, ko'ngilni bir joyga qo'yib, hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Bunaqangi molni kim olgisi kelmaydi? Ishonarli joyidan bo'lsa, hammani olgisi keladi. Laykni bosinglar, duoni qilinglar, Xudo xolasa sizlar xizmatlaringdamiz. Hammaga rahmat.